Kizamiz. Bularda oldida ichida ham siz yo'q shakarlar bor-da. Siz yo'q shakarlar bor. Ana shuning uchun hammasi yo'q deb yozyapti. Ko'ryapsizmi? Hammasi yo'q deb yozyapti. O'ylayman beri kelmasin. Foydasi yo'q edi mana keldi. Xo'p. Endi navbatdagi bemorimizni tortamiz. Yaxshi ko'rdinglarmi? Hijama olish niyatida yurganlar hijamani foydasi yo'q. Men aytmayapman buni, oldirganlar aytayapti mana. Men aytayotganim yo'q. Foyda qilmaydi. To'g'ri, men ham aytayapman. Oldirganlar yo'q deb yozyapti mana. Ha, bemorlar ham. Xo'p. Ana shuning uchun akalar kanalga obuna bo'ling, podpisani bosing. Hijama olgandan ko'ra 10 kun mashq qilinglar, 10 kun. Hijama olgandan ko'ra gimnastika qilinglar 10 kun. Obuna bo'lish tartibi baraka topkunlar, bekarga maslahat, bekarga savolga javob beryapman. 520 ta like ustiga bosib qo'ysangiz ham bekarga bosib qo'yasiz siz ham. Shunaqa grijasi bor bemorlarga yetib boradi. Shunaqa umurtqasida muammosi bor bemorlarga ko'rsatuvimiz yetib boradi. Ana shu 530 ta bo'ldi. 530 ta like ustiga bosib turib podpisaniyani ezing. Bu kanalda 13 ta bo'ldi. 13 tani ustiga bosib podpisaniyani ezasiz. Mashq ko'rsating grijaga. Aka, hozir men lichena jarayon ko'rsatyapman faqat. Qiroqqa keling. Uzating maskasini. Bosh yelka zoqi. Zoq, nari tomon. Shu oyog'im cho'li chiqadi agar. Yaqinroq keling, qiroqqa keling. Maskasini uzat. Suyam. Bosh qo'y. Mana buki. Ol qo'y. Bosh, ol, bosh. Qo'lim ostida. Xo'p, tega qarab yoting. Hijama o'zi nima deb yozyapti bittasi oxiri. Qo'lingizni. Opa bitta ko'taramassiz ham endi. O'zingiz. Buningizni ham qilyapsizmi? Ha, buningizni. Zo'r, 2 minut yo'qtiring, boshqa aylanmasin. Xo'p. Bemorimiz Buxorodan kelgan. Opa, Buxoroda qayerdansiz? Men Buxoroning Qorako'l tumanidan. Qorako'l. Tojikcha gapira olasiz-a? Yo'q, tojikcha gapira olmaymiz. Sizlarda tojikcha gapirmaydimi? Yo'q, tojik gapirmaymiz. Xo'p, mayli. Xo'p, opa, qaysi ahvolda kelgansiz? Qanday dard bilan kelgansiz bizga? Men 80 yoshlarim bo'lib keldim. Uyimda ham shunaqa yurgan. Qiyshayib. Ha. Xo'p, oyoqlaringizga, bellaringizga og'riq bergan. Ha, bellarim, qavurg'alarim, ko'kragim, qo'llarim, boshim, shu asabiy bir boshim yorilib ketardek bo'ldi. Bo'yin grijasi asablarni, ayniqsa miyamizda, boshimizda og'riq bo'ladi. Kechagina bir yosh kelin keluvdi. Migren deb davolandim 2 yil deyapti. Baraka topgur. Bo'yin grija, bo'yin sog'ida 3 ta grijasi bor. Bo'yin grijada miyaga qon yaxshi aylanmaydi. Miyaga qon yaxshi kelmagandan keyin boshda kislorod bo'lmaydi. Boshda kislorod bo'lmagandan keyin boshimiz och qoladi keyin. Miyamiz ochga qoladi. Ana shuning uchun migren deb 2 yil davolandim dedi. Bo'yning tomografiya qil dedim. 3 ta grija chiqdi. 3 mm, 4 mm bo'lib ketgan. Bo'yin grijasi bor bemorlar boshingizda og'riq kuzatiladi. Yelkangizda, qo'lingizda bo'ladi, opa. Ha. Xo'p. Ko'krak qafasi ham beradi. Ko'krak qafasga ham beradi. Ana shuning uchun shu narsani bilib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Kimdadir shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, MRTga tushmasangiz ham bilib olavering grija borligingizni, bo'yin sohangizda. To'g'rimi, opa? Turing ko'taramiz endi. Grijani ko'tarmayman. Menga orzu emas sizni ko'tarish. Shu 5 kunlik davrda o'zi 45 kilo hech qo'ygani yo'qman. Xo'p, yo'q, to'g'ri. Jon anaqa sal keling buni oldi. Bu opa bundayda mashinachalik o'zgarishga ham xursand bo'lyapti. Haligi qiynalib qolmaydi-ku. O'zini ham tushunishimiz kerak. Xo'p, akalar bitta gimnastika ko'rsataman. Nimaga gimnastika ko'rsataman? Bel sohada umurtqani tortish, umurtqa pog'onani ochish mashqini ko'rsataman. Qisqa mashq ko'rsataman. Nima uchun? Men hozir bemorlarni ko'tardim-da. Bemorlarni ko'targan paytimda o'zimning belim qisildi-da. Opa, yotib oling. Yomoshlab oling. Demoqchimanki, sizlar ham qarab turinglar, bel sohani uy sharoitida ochib olasizlar.
bel sohani tortib